Balon teshilib qoldi. Qayerdadir ko'rganman deb shu bola keldi. Nechinchi sinf o'qiysan? 9 mi? 9 o'qiysanmi? Savol beraymi matematikadan? Yo'q, rahmat. Savol beraman, pullik. Necha pullik bo'lsa? 100. Dollarmi, so'mmi? Dollar ham bo'laveradi. Dollar ham bo'laveradimi? Xo'p. Birdan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi nechaga tengligini topsang, o'sha 100 dollar beraman senga. 100 dollar deding, 100 dollarlik savol. Birdan 100 gacha sonlar qo'shib chiqsak necha chiqadi? Qo'shib chiqsam 101. Yo'q. Qo'shsam. O'ylab ko'r. Topolmadingmi? Ya podskazka bering. Birdan 100 gacha nechta son bor? O'shalarni oldim uyda. O'shalarni qo'shib chiqsang nima bo'ladi? Hammasini qo'shishim kerak. Ha, birdan 100 gacha bo'lgan hamma sonlarni qo'shsang, Voy, miya. mayli. Shu yerda bo'lgan любой odamdan so'ra. Topsang, qizlardan so'rasang ham farqi yo'q. Nima? Berdi savolingiz. Birdan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi nechaga teng? Birdan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi nechaga teng? Yaxshi bilasizmi? Ha? Yo, to'xtang, kimga to'xtang? 5050. Yo'q, topolmading. O'zimdan konservatiga ketganman. Matematika yaxshi bilasizmi? Ha? Etik. Birdan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi necha bo'ladi? Agar topsa 100 dollar beraman. Yordam so'rash mumkin hammadan. Sizdan so'rayapti yordam. Birdan 100 gacha yig'indisi bo'lgan sonlar. Aha, birdan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi necha bo'ladi? Chota bar topish olmayapti. Javobini kommentariyada kutamiz. Topib olinglar. Vaqtim ko'paydimi? Mashinani balonni almashtirishim kerak, tezroq bo'l. To'xtang, podskazka-da. Podskazka bering. 5000 dan kammi, ko'pmi? Kammi, ko'pmi? 5000 dan ko'p. Ustozimdan yordam so'rasam. Mayli, so'raver. Davay, telefon qil. Yetolsang nima qilasan? Odamga beraman, odam ishlatadi. Yo'q, o'zing ishlatmaysanmi? Yo'q. Ha, молодец, gap yo'q. Любой o'g'il bolani bu orzusi, bola o'zi biladi, ota-onasi pul ishlab umraga yuborish, hamma biladi bu bolalar. Shunaqa niyat. Красавчик, gap yo'q, mujik. Вот, одного даста сколько будет? Summa. Сумма сколько будет? От одного до 100? Да, сумма сколько будет? Так, сумма от 1 до 100, если каждый будет у нас 100. Так, 5000? 35 тысяч? А, нет. 5 Сколько? Ну, если 1 плюс 99 это 100, 2 плюс 98 тоже 100. 5000? 5 тысяч? Нет. Нет, сказали. Нет. Ладно, yutqizdik. Javobini kommentariyada kutamiz.